Assalomu alaykum, Yakub House obunachilari. Bugun Zanalnidamiz yaqinlar. Shu yerda Novostroykani 4-etaji plus 5-etaj, ya'ni duplex kvartiramiz chiqdi. Hozir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Bu yerimiz prixojiy zona, giraverishimiz. Shuni prixojiy mebellar qo'yilgan. Kvartira o'ta akkuratniy darajada remont qilingan. Yaqinlar qaranglar, bu yerni tushuntirib berayin. Zal, kuxnya bo'lgan o'zi plus minus 4 xonali bo'lgan bir ochib berganlar, studiyani aytib. Ya'ni birinchi qavatdan sanuzel, ikkinchi qavatdan sanuzel tashlab berganlar. Bu yerimizda shunday katta bir studiyniy formatda kuxnya-gостиный bo'lib turibdi bu yer. Lekin aqlli fikr bo'lgan, to'g'risi. Bu yerda stolovoy zona qilganlar, kuxonniy mebellar. Bu yerda bir balkoni bor, bu yerda ikkinchi balkoni bor yaqinlar. TV zonalarimiz. Katta lekin bunday rakdan ham ko'rib berishimiz mumkin. Chiroyli lyustralar qo'yilgan. Zinalarimiz yana loft stilda atilgan. Ikkinchi qavatni ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda shuningdek bir dalon hududi bor. Xohlasangiz bu yer ham bir рабочий zona aytib bersangiz bo'ladi. Televizorlarni tashlab berib. Birinchidan ko'rib ketamiz. Bu yerimizda bir spalniy. Bunun ham balkoni bor. Yaqinlar kvartirada 4 tane balkon bor. Bu yerimiz ikkinchi spalniy. Bu yerni garderobniy hudud aytib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ikkinchi qavatdagi sanuzelimiz. Yaqinlar kvartiramiz hujjatlari ham tayyor ekan. 4 balkoni bor. Duplex mansardni ikkinchi etajini bilasizlar, ko'pincha plita bilan bostirilmaydi. Bu plita bilan ham bostirilgan. 520 million срочный narxi, miningchalarni bilasizlar, 600 million atrofida bo'ladi. Yana ham ozgina uyni egasi qaytib beraman deb turibdi. Pastda nomerlarni qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.